Assalomu alaykum. Hurmatli Sarqat.uz kanali obunachilari. Bugun siz bilan tarixdagi eng sirli va kuchli kitoblardan biri Temur tuzuklari haqida gaplashamiz. Ha, bu kitobni o'qish oddiy odamlar uchun emas edi. Nega deysizmi? Chunki unda davlatni boshqarish sir asrorlari va hokimiyatni mustahkamlash yo'llari batafsil yozilgan. Xo'sh, Temur nega bu kitobni faqat saroyda saqlashni buyurgan? Chunki bu kitob hokimiyatni boshqarishning bebaho qo'llanmasi edi. Undagi qoidalarni bilgan inson davlatning ichki tizimini tushunar va bu sirlar keng tarqalsa kimdir Temur siyosatining ustun tomonlarini buzishi yoki hokimiyatni o'z foydasiga ishlatishi mumkin bo'lardi. Masalan, kitobda yozilishicha, agar amirlar yoki askarlar xiyonat qilsa, ularni darhol jazolash, sodiqlikni esa mukofotlash shart. Qonun hamma narsadan ustun turadi. Shu jumla faqat amirlar, hokimlar uchun emas, balki o'qigan har bir kishi uchun ham siyosatni tushunish maktabi hisoblangan. Shuning uchun ham bu kitob Amir Temur vafotidan so'ng qariyb 300 yil davomida faqat podshohlar saroyida saqlangan va uni valiahd shahzodalargina o'qishlari mumkin bo'lgan. Bugungi kun bilan taqqoslaydigan bo'lsak ham, ayni damda ko'plab davlat rahbarlari yoki yirik kompaniyalarning egalari o'z sirdoshlari va ishonchli maslahatchilari ko'magida faoliyat olib boradilar. Hozirgi boshqaruv tizimida mavjud bo'lgan sirlarni oshkor qilmaslik, sodiqlikni saqlash, qarorlarni markazlashgan tarzda qabul qilish kabi jihatlarning barchasi aynan Temur tuzuklari tamoyillari bilan juda o'xshash. Shuning uchun ham Temur tuzuklari bu shunchaki tarixiy kitob emas, balki saltanat boshqaruvini tashkillashtirish yuzasidan sirli qo'llanma desak mubolag'a bo'lmaydi. Zero har birimiz unga boqib zamonaviy siyosiy va boshqaruv shakllarini ko'rishimiz mumkin. Demak, tarix faqatgina o'tmishda emas, balki bugungi kun uchun ham muhim saboq berib kelmoqda.